Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Yana foydali videoda ustida turibmiz. Xudo xolasa aka-ukalar, videoni boshidan bittadan like tugmalarini bosib, podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. YouTube tomoshabinlari, aka-ukalar, bizni uzoq yaqindan kuzatayotgan aka-ukalarimiz yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xo'p, Umra ziyorati 14 kunlik safarni reja qilib yurgan. Biz 5 kishimiz, 10 kishimiz yoki ota-onam, men, ayolim, farzandlarim bilan bormoqchimiz deb niyat qilib yurgan aka-ukalar, yaxshimisizlar hammanglar? Yoki-da Rossiyada ishlab yurgan, Tojikistondan turgan yoki Koreya musofirchilikda ishlab yurgan aka-ukalarimiz 14 kunlik safarni niyat qilib yurgan aka-ukalarimiz, bu video sizlar uchun. Albatta, umra ziyoratini reja qilmagan aka-ukalarimiz ham ko'rib, like tugmalarini bosib, niyat qildim deb kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, albatta bu video manfaatli bo'ladi hammaga. Xo'p, hozirda biz ikkinchi etaj, ya'ni Masjidul Haromning ikkinchi etaji tavof qiladigan joyda turibmiz. Hozir Ka'ba-i Muazzamani ko'rsatamiz. Aka-ukalar, bir qator videodan ko'rib qo'yinglar, hech bo'lmasa mana Ka'ba-i Muazzama. Ka'ba-i Muazzamani pastda barcha yurtdan kelgan musulmonlar tavof qilishyapti. Bu videoda olishdan maqsad nima? Bu videoda olishdan maqsad ko'pchilik umra ziyoratini reja qilib yurishgan bo'ladi. Shuning uchun biz 14 kunlik safarni tashkillashtiryapmiz qonuniy firma tomonidan. Quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, yanada batafsil ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi va videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, albatta biz ham ma'lumotlarni berib o'tamiz. Narxlar 14 kunlik standart paketlar $1050 bo'lyapti. Reyslar Toshkentdan bo'ladi, Vodiydan bo'ladi. Albatta Toshkent reyslarimizga, masalan, Tojikistondan keladigan, qo'shni davlatdan keladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol joylarini band qilib qo'ysak bo'ladi aka-ukalar, xudo xolasa. Ya'ni ularga agar Toshkentdan ketishadigan bo'lsa, $1050 dan ham ko'pchilik bo'lishadigan bo'lsa, masalan, 3 kishidan ko'pmiz biz deydigan bo'lsa, chegirmalarni qilib beramiz. Xo'p, 14 kunlik safarning ichiga nimalar kiradi deydigan bo'lsak, Saudiyaning rasmiy vizasi, 50 boshini xizmatlari, 3 mahal Makkada, 2 mahal Madinada, o'zbek milliy taomlanishlari, transport xizmatlari, ziyorat, sayohat o'rinlari. Qaytayotganda esa 5 litrlikda muqaddas Zamzam suvlari ham beriladi. Xo'p, bu paket standart paket. Mehmonxonalarimiz nimalar bo'ladi? Mehmonxonalarimiz bir 5-6 ta mehmonxonalar bo'ladi. Ya'ni markaziyada, Madinada markaziyada joylashgan. Makka-i Mukarramada esa mehmonxonalarning masofasi piyoda borib keladigan darajada yaqinlikdagi mehmonxonalarimiz ham bor. Avtobusda borib kelib yuradigan yaqinlikdagi mehmonxonalarimiz ham bor. Ya'ni mehmonxonalarimiz masofasi 800 metrdan boshlab 1,5-2 kilometr 200 gacha bor. Ya'ni har bitta mehmonxonamizga avtobus qo'yilgan. Mehmonxonalarimiz qaysilar deydigan bo'lsak, ko'pchilik so'rashi mumkin. Fajr Badi Sitta, Sama al Misk, Mira, Aldera, shunaqa mehmonxonalarimiz bor, xudo xolasa. Va yana mehmonxonalarimiz bor. Bundan tashqari ham aka-ukalar ko'pchilik mana to'xtashib ko'kshiradi. Bismillah, Allohu akbar deb mana shu joyda nima qilishadi? Mana shu joyda Bismillah, Allohu akbar deb Ka'ba-i Muazzamani Hajarul Aswad burchagiga qo'llarini ko'tarishadi. Shu ham bir eslatma bo'lsin. Ko'pchilik kelganda o'zi 50 bosh ham tushuntiradi. Mana shu ko'k chiroqlar, 2-etaj, 3-etaj, 1-etajda ham chiroq bor. Hajarul Aswadni o'pishlik imkoni bo'lmaydi, zich bo'ladi, odam ko'p bo'lganligi hisobiga. Hajarul Aswad burchagida mana hamma qo'lini ko'taryapti. Bismillah, Allohu akbar deb ketishyapti. Xullas kalom aka-ukalar,
ko'pchilik masalan ota-onasini umra ziyoratiga yuborishni niyat qiladi. Menimcha, ota-onasini umra ziyoratiga yuborishni niyat qilmagan odam bo'lmasa kerak. Umra ziyorati tugur hajga yuborishni niyat qiladi. Haj, ya'ni hajni ko'pchilik biladi. Umri davomida qodir bo'lgan odam uchun bir marta haj qilishlik farz sanaladi. Farz. Ana tavof qilyapti. Tavofning orqasida anaqa joylar qilib qo'yilgan. Bu yerda nima qilishadi? Bu yerda namozlarini ado etishadi. Aka-ukalar, Xudo xolasa ota-onangizni yuborishni niyat qilgan bo'lsangiz yoki oilangiz, ahli ayolingiz, ahlingiz, opa-ukalaringizni yuborishni niyat qilgan bo'lsangiz, albatta biz sizlarga bunda yordam beramiz. 14 kunlik safar narxlari aytib o'tilgandek o'sha $1050 dan boshlanyapti. Standart paket dekabr, yanvar oylariga, inshaalloh Ramazon oylari, fevral oylariga ham joylaringizni band qilsangiz bo'ladi. Tojikistonda ishlab yurgan, Rossiyada ishlab yurgan aka-ukalarimiz bir dona ushbu quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, Telegram, WhatsApplarimiz bor. Zakran pasportlarini rasmga olib tashlab berishadigan bo'lsa, biz ularni joylarini biron qilib qo'yamiz. Va albatta bu muqaddas 100 ming barobar savob beriladigan masjidga kelib tavoflarini, ibodatlarini amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Mana har xil yurtdan kelgan ziyoratchilar, farzandlari bilan kelgan ziyoratchilar juda ham ko'p bu yerda. Inshaalloh niyat qilganlar, niyat qildim, farzandlarim bilan kelay, ota-onam bilan kelay deydiganlar albatta o'z fikringizni kommentariyada qoldirsangiz bo'ladi. Biz xudo xolasa yetarlicha ma'lumot berdik deb o'ylaymiz. Ya'ni biz yetarlicha ma'lumotni berdik deb o'ylaymiz. Albatta hammani bu yerga kelishlikni nasib qilsin. Quyidagi raqamlarga 14 kunlik umra ziyoratiga kelishni niyat qilganlar bo'lsa, albatta aloqaga chiqing. Biz esa batafsil ma'lumotlarni berib, yanada bu videodan tashqari operatorlarimiz batafsil ma'lumotlarni berishadi. Inshaalloh bu yerga kelishlik siz uchun orzungiz amalga oshirishligi uchun albatta bu Alloh uchun oson. Niyat qildingizmi? Niyatlaringizga albatta harakat qilsangiz erishasiz. Xo'p, aka-ukalar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, o'zingizni fikringizni qoldiring. Biz esa xudo xolasa sababchi bo'lib qolsak, bu yerlarga kelishligingizga sababchi bo'lib qolsak, albatta xursand bo'lamiz. Bemalol aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarga ega bo'lsangiz bo'ladi. Umra ziyorati 2025-2026 yilda niyat qilib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, albatta biz xizmatdamiz. Safar 14 kundan tashkil 14 kunlik bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat hammaga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.